Assalomu alaykum aziz do'stlar. Narigi videoda ikkinchi qismi bu va hozir ukamga qarshi yana comeback qila olaman demoqda. Lekin biz comeback qilishga yo'l qo'ymaymiz va 4-4-2 tarkibda o'ynaymiz. Asosiyda boshqa Biaka Pires nominallar tushmoqda. Harry Kane va Holland. Bahana tarkibga maqtanib o'tib ketmoqdamiz. Biz Salahtonga Mihailni tushirsak sal yaxshiroq. Va ehtimol qarshi Mbappéni olsak, Dembele bilan ikkinchisini alishtiramiz. Bos kod 2012 o'zim bilan bos. Va ulandi. Ukam 4-3-3-3. Bundan oldingi o'yinda meni taktikam qo'llabdi. Bundan oldingi o'yinda o'zim qo'lladim. Va bolalar shovqini eshitilyapti. Shamol inobat kelmagandayu havo zo'r havo. Va top menda bu safar. O'yin boshlandi. Harry Kane Piresga pas. 4-4-2 bo'lgandan keyin yarim himoyachilarda asosiy chekadagi ikkitasi hujumkor bo'lib yuguradi va Rafinhamidi bu? Va yo'q. Va pen shtraf berish kerak edi menga. Batisuta noto'g'ri zarba. Ketdi. Holland. Adin chiqib ketmoqda va Alisson Beckerga qarshi gol. Adinlardan yaxshi foydalanaman men. Va ukam esa asabi buzilmoqda. Bu tabiiy hol. Kaneshda birinchi gol yeshi. Ketdi. Pires Harry Kane tomon pas va Harry Kane'da yaxshi zarbasi bor. Zarba berishga qo'yib bermadi. Rikoshet. Va qarshi hujumga o'tib ketmoqda. Yo'q, Nomenni to'xtatib qoldi. Va Pires ketdi. Pires. Va domdagilarda ovozi shunday. Ashraf Hakimi noto'g'ri pas. Bastoni olishga harakat qiladi va oldi ham. Mihail Olis tomon pas ketdi. Mihail Olis oldiga olib qochmoqda. Orqaga Zamaq va S'da kallaga ko'taramiz. Yo'q. Ikki bo'ybalar do'lta ham kirgani yo'q. Qo'lni tap ketma. Qanday pas. Nuno Mendes va Varatan chiqaramiz. Yo, Bruber. Mana. Yaxshi narigi o'yindan ko'ra bu safar yaxshi qo'shdi. Erling Haaland va Kylian Mbappé tandemi. Haaland boshladi, Harry Kane. Pires tomon pas. Pires oldiga olib qochadi. Qochdi ham. Pas o'tmadi. Yana o'tmadi. Nuno Mendes midi bu? Jut o'tkazmabdi hech kim. Kallaga ko'tardi va Haaland ishtanga 9li ishtangasi. Yana qarshi hujum, kontra-ataka. Endi mana buni defensiv qilib olamiz va Varatan ketmoqda. Mana defensiv qilib oldik, ketdi. Haaland yugur. Yo, Alisson birinchi to'pga yetib bordi va outga tushib ketmadi, qoyil. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hali endi tugadi. Va hujumni o'zgartiramiz. Osmon Dembele va Kylian Mbappé tandemi. Berib tushiramizmi? Gabrielni? Yo'q. O'zi himoya yaxshi, yana himoya moshni. Bradley Barkada tushirdik ekan. Kim o'rniga tushirdik? Defensiv emas, balansda o'ynayapmiz, o'zini balansida. Defensivda jaha bo'lmayapti. Va oldiga qochmoqda va yo'q. Pires ketdi. Kontra-atakani biz yoqamiz endi. Ketdi. Voh, kontra-atakada qanday ajoyib. Kontra-atakani shunisi zo'r. Itimisan, biladi. Krise. Chap oyoqda Osmon Dembele yaxshi tepib oladimi degan savol bor. Shuning uchun Mihail tepishini xohlamoqdamiz. Mihail chap oyoqda yaxshi. Va zarba balat yetib olmadimi? Yo'q, ancha balat yetib. 50 daqiqa.
Voy, himoya yaxshi, hozircha 4-3. Qanday qilib Hakimi to'xtab qolishi mumkin? Nahotki biz bu o'yinda yo'q. Yaxshi, bu hujumni yaxshi boshladi va to'pni olib qo'ydik. Osmon olib keta olmadi. Kilian tomon pas, Kilian to'pni qabul qildi Piresga. Pirescha voy, it ekansan, haqiqiy. It ekansan. Qizarish kerak. Nuno Mendes Piresga. Gol! Voy, Alisson. Pires. Zo'rab qochdi va zarba beramizmi? Ha? O'xshamadi Virgil van Dijk. Kallaga ko'taradi, kallaga. Padacha endi kirishdi. Ho, jamanaga ko'tar. Voy, qanday hujum yo'q, yaxshi. Stanisic Ashraf Hakimi deb bilmadim-ku, lekin joyida. Menimcha Ashraf bo'lsa kerak va Baratas chiqib ketdi-kami? Shu tepamizmi yo'q? Baratas qaytib oldi. Gol! Voy, Alisson Becker. Bitta gol o'tkazgan bo'lsa ham yaxshi turibdi. Ketdi Osmon Dembele. Gol! Dembele. Buni oldin 3 oladi. Va hali 5 daqiqa vaqt bor. Durang qilsa bo'ladi. Lekin biz unga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz. Voy, yechintirib ketmoqda. O'zimni xatoy, yugurtirib oldim. Pas yerma. Voy, oxirida remontada. 2-2. Qanday qasa soladi? Buni oldin 3 olgan. Va ekstra time'ga ham o'tamiz albatta. Yo'q. Yo'q, qiyin edi. Yo'q. Voy. Yo'q. Молодец, Donnarumma. Oxirgi tugatadi deb o'ylaganman. Lekin tugatmadi. Ronaldo Mbappé o'rniga tushdi, lekin qarorning ichcha bo'xcha qaror edi. Va end of 90 minutes. Va o'zgarish qilamizmi? Ulis вообще qonab ketib-yu. Federico tushirsak, Pires o'rniga Berk tushiramiz va Jutda Pedri o'rniga tushiramizmi yo Vitinani. Necha o'ynasinchi? Saka bilan Depul almashdi. Bizda Berk bilan Valverde tushdi. Zo'r. Voy, молодец, Osmon Dembele ura olmadi. Nuno Mendes zo'r. Ketdi Osmon Dembele, yana Mbappé ochilmoqdami? Offside ekan. 4-4-2 da yaxshi o'ynamoqda. Ham 4-3-3 da yorib boryapti. Qarshi hujumda ko'proq urib o'tib ketdi. Shuni inobatga olamiz. Qarshi hujumda yaxshi o'ynayapti. Ketdi Berk hozirlar tushdi. Kuch-quvvatga to'la va ichkari tomon pas beradimi? Yo'q, qanday qilib e'tirof berish kerak edi Berk. Deb voy ulgumadi. Kimni o'zgartiramiz? Penaltilar seriyasiga borsa-ya, o'ta bo'lib ketadi unda. Fora berganimiz yetadi. Bernardo Silva, Ashraf Hakimi o'rniga. Bizda esa Gabriel va kimni tushirdim? Gabriel bilan Bastoni tushirdimmi? Wow. Yo'q, necha zalik qoldi. Yaxshi pas edi lekin. Ketdi. Hali vaqt bor. Ketdi. Kylian Mbappé yuguradi. Osmon tomon pas beradi va yo'q. Qanday Osmonga pas bormadi, lekin o'g'loyimiz bor. Pedri ichkariga ko'taradi va Gabriel Jalla yo'q.
zo'r. Nuno Mendes aqlli ish qildi. Ya'ni men o'zim yaxshi boshqardim, ketdi. Voy va o'yin penaltilar seriyasiga qoldi. Offside deydi. Конечно, bu nima ishi. Ki penaltilar seriyasiga qolgan bo'lsa. Penaltilar seriyasiga qolgan bo'lsa yaxshi. Yo'q, qolmabdi. Qoldirmaslikka harakat qilamiz. Patrik Berg, Dembele tomon pas va himoyachi. Penaltilar seriyasiga o'tdik. Match statistikada Kylian Mbappe kamdan o'zim mashta olib ketishi mumkin. Va men birinchi bo'lib tepaman. Hayajonli daqiqalar. Agar bunda sen yutib qo'ysang, gol. Buni yutib qo'ysang, men nariga o'yinda 3-0 yutgan bo'laman. Zo'r Haaland ushlab. Haaland sara deb tutgan. Kim? Usmon Dembele. Zo'r, ikkinchisini ham urib oldik. Va Ronaldo. Qala bir yoshli chol. Voy, qanday qilib ishlangacha yemoqda. Ukamiga omad yuz o'girdi. Federico Valverde. Voy, bu ham ishlanga. Necha o'zar tepardi o'zi, Rafinha ukamni tepmoqda. Yo'q, butunlay boshqa tomonga tepdi. Vitinha 9likka mahladi. 9likka. Alisson Becker ojiz qoldi. Topgandi, lekin ojiz qoldi. Vinicius Junior g'alati yurishlar qilyapti. Yo'q, shaka ekan. Ikkosi ham qo'llikka ajratib bo'lmaydi va menimcha o'ziga tepdi. I am champion. I am Megami. Va keyingi videoda counter o'ynaymiz. Hammaga xayr. Ukam esa yutqizmoqda, asabiylashyapti.